Assalomu alaykum. Qiziqarli faktlar kanaliga xush kelibsiz. Bugun dunyodagi eng noodatiy jonivorlar haqida gaplashamiz. Axolotl. Uning vatani Meksika. Bu hayvon suvda yashaydi. Uni suvdagi ajdaho deb ham atashadi. Eng qizig'i, u yo'qotilgan qo'l-oyoqlarini qayta o'stira oladi. Dumbo oktopus. U okean va dengiz tubida yashaydi. Quloqqa o'xshash suzgichlari bilan mashhur. Uning ko'rinishi multfilm qahramoni Dumbo filini eslatadi. Okapi juda noyob hayvon. Ko'pincha o'rmon jirafasi deb ataladi. Vatani Afrika. O'txo'r, barg, meva va novdalar bilan oziqlanadi. Yovvoyi tabiatda kamdan kam uchraydi. Kivi qushi. Vatani Yangi Zelandiya orollari. U ucha olmaydi, lekin juda tez yuguradi. Eng qizig'i, tanasidan kattaroq tuxum qo'yadi. Pangolin tanasi tangachalar bilan qoplangan yagona temizuvchi. U Afrika va Osiyoda yashaydi. U dushmanlardan himoyalanish uchun o'zini to'pga o'xshab o'raydi. Asosan chumoli va termitlar bilan oziqlanadi. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan eng g'aroyib 5 ta jonivor shular edi. Qaysi biri sizga eng qiziq bo'ldi? Izohlarda yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.